Bitta xonaga kirdinglar-da, lekin nimaga kirdim deb o'zinglar ham tushunmay esingizdan chiqib qoladi. Bu Alsgeymer kasalligining ilk belgilari hisoblanadi. Agar sizda xotira susayishi, harakatlaringizning susayishi, yon atrof muhitdagi bo'layotgan biron bir voqealarga e'tiboringiz pasayib ketishi, hattoki bilim olishda ham qiynalayotganingizni sezsangiz, bu albatta Alsgeymer kasalligining belgilaridan hisoblanadi. Xotira susayib ketishi hammada kuzatiladi-ku, hammada bor-ku deb aslo yengil qarab qo'ymanglar. Bu albatta nerv sistemasining buzilishidan kelib chiqayotgan bo'lishi mumkin. Albatta doktorga borib, bitta nazorat qildirib kelishingiz kerak. Va qarichilikda ko'proq kuzatiladi. Hatto o'zini bilmaslik, nutqidagi faollik yo'qoladi, o'z yaqinlarini tanimay qolishlari kuzatiladi. Ularni hattoki ko'chaga yolg'iz qo'yishga ham odam qo'rqadi. Nimaga? Chunki harakatlari pasayib yiqilib tushishlari, hushdan ketish alomatlari kuzatilishi mumkin. Bilimlarni yaxshi o'zlashtira olmayapman, miyamga kirmayapti hech narsa degan hissiyotlar ham bu Alsgeymerning belgilaridan biri. Hattoki olimlar ham shu vaqtgacha aniq bir fakt bilan tashxis qo'yishmagan. Chunki bu yoshlikdagi orttirgan stresslardan kelib chiqqan bo'lishi mumkin, genetikadan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Shu sababli e'tiboringizni bir joyga jamlab, albatta o'zingiz bilan shug'ullaning. Kimda shunaqa belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, albatta kommentariyga plyus belgisini qoldirib qo'ying. Men sizga to'liq ma'lumot va programmalar yuborib qo'yaman. Albatta oldini oling.